akalarimiz, obunachilarimiz ko'p aytadi, argon svarkani telefondan turib yoki bo'lmasa bir videodan yoki uyda uy sharoitida men o'rganib olaman deb o'ylaydi. Lekin mana shuncha odamlar kelgan, ko'rishinglar mumkin. Ular prosta tak o'rganib ola oladigan bo'lsa, bu yerga kelib bizni o'quv markazimizda o'qimagan bo'lardi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka qayerdan keldingiz? Buxorodan. Buxorodan. Sizning telefoningiz bormi? Kamerali, bemalol Instagram, YouTube'ga kiradi. Nimaga shu videolarni ko'rib o'rganib olsak bo'ladi deyishyapti ko'pchilik. Nimaga unday qilib? O'rganganda biz o'rganaylik deydi. Buning imkoniyati yo'q. Albatta. Qancha narsani o'rgandik. Ko'rib turibsizlar akalar. Hamma narsaga ustoz kerak va shart-sharoit kerak, o'ziga yarasha xatoliklarni, kamchiliklarni aytib turish kerak. Albatta, kelinglar, o'rganinglar. Sizning ham telefoningiz bormi ish qilib? Bormi? Instagram, YouTube'ga kiradimi? Ko'rib o'rgansak bo'ladi. Prosta men bitta ko'rsam qilaman, yo bo'lmasam bitta telefonda turib ham o'rganib olsam bo'ladi deganlarga shu qisqacha o'zingizni. Yo'q, telefondan ko'rib o'rganib bo'lmaydi. Umuman videodan ko'rib o'rganib bo'lmaydi bu narsani. Kelib amalda qilib ko'rmasa, umuman foydasi yo'q. Bu yerga kelganingizdan keyin oldin masalan telefonda turib siz ham qilib olsa bo'ladigan oson sohada bo'lgansiz, lekin mana realniy rezultatga chiqib boryapsiz-ku. Endi fikrlar, taassurotlar qanaqa bo'lyapti? Baribir kelib, mana shu o'qigan yaxshi-da. Ustozlarning yordamidan foydalanib. Albatta akalar, ko'rib turibsizlar, har bitta ishda ustoz kerak. Xo'p, u Navoiy bo'lsa, hozir sartarosh narsalarni aytadi. Telefonda turib, ko'rib turib o'rganib olsa bo'ladi yoki bo'lmasa bitta ko'rishda qilib yuboraman deydigan obunachilarimizga nima deb qolasiz? Yo'q, bitta ko'rishda qilib bo'lmaydi buni. Vaqt kerak qilish uchun. Albatta, ustoz kerak. Ustoz kerak. Necha kun bo'ldi mana kelganingizga? 5 kun bo'ldi, mana endi qo'l kelishni boshlayapti. Ko'rasizlar, 5 kunda endi qo'li kelishni Bir ko'rishda yo bir ko'rishda qilib yuboraman degan u bo'lmaydi, u xato fikr. Qayerdan keldingiz? Surxondaryodan. Surxondaryodan. Ko'rib turibsizlar akalar, Surxondaryodan kelishyapti. Qiziqqan odam, yuragida o'ti bor, shu sohani yaxshi ko'rgan odam Hirotdan bo'lsa ham keladi. O'rganish jarayonida mana agar qisqacha lavha. Internetda turib, bitta ko'rib qolaman deydigan obunachilar juda ko'p bo'lyapti-da. Shularga o'zingiz mana keldingiz, ko'rdingiz, qilib ko'ryapsiz. Emotsiyalar qanaqa bo'lyapti? Xayol, telefonda ko'rib qilaman degan. Apparatning nastroykasi, gazning nastroykasi, buni o'zini normasi 1-2 kunda o'rganadigan narsa, yo telefonda ko'rib o'rganadigan narsa emas-da bu. Ko'rib, eshitib, ko'rib, keyin o'rganadigan narsa-da. Albatta, xatolarni ko'rsatib, aytib turish kerak. Shu. Akalarim, ko'ryapsizlar, har bitta ishda ustoz kerak. Endi bizni o'quv markazimizda, imini bizni o'quv markazimizda o'qinglar demayman. Faqat qayerda bo'lsa ham baribir bitta ustozga shogird tushib bo'lsa ham o'rganinglar. Sizlar bilan lider svarchi bo'ldi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xayr, sog' bo'linglar jigarlar.